X'e boshlangan ha? Nima? Kitob o'tildi. Shuni qaytib ko'ryapman. Qara, oralardan masofani qilasan. Video yoqmadimi? Barobar nima deyilgan? 2000? 16. Bir taqsim 2000. Bir taqsim 2016. Ha, mana bu yerda bir taqsim 2016 edi. Xo'p, umumiy mahraj beraylik. Bu yerda x taraf berganimizda x minus 1 taqsim x ko'paytirilgan. Bu yerda x minus 1 dan 1 dan ayirsa x minus 2 taqsim x minus 1. X minus 2 dan 1 dan ayirsa x minus 3 taqsim X minus 2. Mo'may tazo. Buni ayirsak 2 taqsim 3 ko'paytirgan 1 dan 1 taqsim 2 dan ayirsa 1 taqsim 2. Barabar 1 taqsim 2016. Mana bunday qisqalarni. Oxirigacha bo'ladimi mana? Yuqorida 1 qolyapti, pastda x qolyapti. Barobar tepada 1 qolyapti, pastda 2016 qolyapti. Demak, suratlar teng bo'lib, mahrajlar teng bo'ladi. X teng 2016. Azay. Demak, x plus 1 taqsim 3 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan x minus 1 barobar 9 taqsim 2 ko'paytirilgan x plus 4 plusda 1 taqsim x minus 1. Qara, mana bu bilan bu umumiy mahraj ikkalasini mahrajida o'xshashlik borki x minus 1. Mana bunga ikkitadan berish kerak. Buni aralashtirmay turibman. Va plus bu tarafga minus bo'lib o'tadi. Mahrajda bir xil bo'lincha suratlarga ayirasan. X plus 1 dan ayirasan 2 kira 1 2 kira. Taqsim 2 ko'paytirilgan x minus 1 barobar 9 taqsim 2 ko'paytirilgan x plus 4. Nuqta yozilib ketyapti. Xo'p, suratda 1 dan 2 ayirsa ham minus 1 bo'ladi. X minus 1. Mana shu x minus 1 bilan x minus 1 qisqaradi. 1 taqsim 2 faqat qanday holatda qisqaradi? X teng emas 1. Shu shart ham esimizdan chiqmasligi kerak. X 1 bo'lganda mahraj 0 bo'lib qoladi. 0 ga bo'lish mumkin emas. Shu shart bilan qisqartirib oldim x minus 1 larni. 1 taqsim 2 barobar demak 9 taqsim mana 2 ni qaschaga ko'paytirib olsam 2x plus 8 bo'ladi. 2 4 ga ko'paytiriladi. Endi proporsiya. Demak, bunga bu. Demak, 2x plus 1 da 8 ni 1 ga ko'paytirsak 2x plus 8 barobar 9 kere 2 18. 18 dan 8 ni ayirsak 10 bo'ladi. X 10 ni 2 ga bo'lamiz 5 chiqadi. Qaraydi, masalada quyidagicha deyapti. Oddiy kasrda surati mahrajdan 5 ta ortiq deyapti. Mahrajini x desak, surati x plus 5 bo'ladi. Surati mahrajdan 5 ta ortiq deyapti. Suratdan 6 ni ayirib mahrajga 3 qo'shilganda deyapti. Demak, suratdan 6 ni ayiramiz, mahrajga 3 ni qo'shamiz. Kasrda qiymati 1 taqsim 3 ga teng bo'ladi deyapti. Proporsiyani ishlab qo'ysak bu 3 ta bunga ko'paytirsak 3 ta x, 5 dan 6 ni ayirsak minus 1, 3 ga ko'paytirsak minus 3. 1 ni bunga ko'paytirsak o'zi bo'ladi. Demak, 3x dan x ayirsak 2 ta x bo'ladi, 3 ga 3 qo'shilsa 6. X baribir 3 qatdan 6 ni 2 ga bo'lsak. Yo'q javob. Yo'q, hali x Kasrda chiqadi. Javob.